Şunun bilan shu bir kuni bizning mahalladagi Qasimkam deb bir odam borda g'azab ochiq kelib qoldigan. Bu odam ishkining oldida yo'lning qarshisida ko'tak qo'ng'ini qo'yib, muhrik chekib o'tasa, shuning bilan yana bir qo'shnisi chiqibla Qasimkamni ko'may, Qasimkamning darvozasini gom uri vergandan keyin Qasimkam asto kendim berib bo yana keyin shop degan qarab Qasimka nimda qo'rqitli demlar nimda uriyvinna uyning ishkin dema sizlar yosh vaqtlar dumbaqchimitlar ya Qasimka bayam öyle çizem yok yerler şu hazır bağımı yok mu dep şu Afgan bayım yok ya sizler bu öyle de edem yok Fukom kaçallı kez edem bolduğun halık işler aşkan semez bu dep şunun ulan Qasimka xapamısla ama valla samsi yıkıp tüken samsa şu silik samsi kelgen tamam yisler Şunda mı ki samsek geldim diyen basanla ben fılkım yopravattım darvazam tüyüp öğresanla meyletemez mükemmel. Nayt oysu bir tövmeyin köftüken darvazı bu töt köylük samsı için öğresanla bulap da. Dep samsını gaççıdı çişlep. Uşçıgı marap karıgandaki koşuz. Qasimka işik edem salap koymadık marımısın buldu. Ya vesle samsını ya vesle. Ya demin afkamen bu samsının içige edememez be. İzip göş sep sağanda kılmaysılar bununki. Qasimka esle şu biz şu her bir samsının içige xulum qo'shnilik taqib berganlikin deb Adilani to'qpa chiqidini sep qo'yildi degan. Lekin ulg'ramay qoldik. Obdarak xapama yapasizlarmi shuni? Mahfukam bo'ldi, rahmat. Qayda o'si be qo'ltiqni o'tib chiqib tunji qitim samsi berishinglar. Lekin ataydan samsi bersem deyman Qasimka bebe. Qo'llarini bir juvmaylam yeb ketganlari qalab samsining hurmatini qilmay deb qoldim juma men sizlar. Shunda mufkam xap bo'lmasa, men izibdimi? Manda qishimiz yo'q samsini ko'rganda munchiq tushitib ketibmasmi? Mushu bizning mahallada Hoshim Davud deydigan bir balvatda o'zining ismi Hoshim, dadasining ismi Davud. Odatda biz Hoshim Davud deb bilan chaqiramiz-da buni. Bir kuni uyining oldiga berib alag'inlar vaqirab qoldi. Hoshimjon! Yo'q. Hoshim Davud! Hoshim Davud! Hoshim Davud bo'lsang chiqi. Daryoga qo'yamiz. Yo'q. Voy Hoshim Davud! Faqat chiqmadi-da. Oxiri men bir gap qilay deb. Hoshim Davud! Darhol chiq, daryoda qizlar saqlab qoldi. Desem darvoza g'at ichildi. Shunda qarsam Hoshimning dadisi chiqibdi-da, Davud kamda qilib. Bolam, Hoshim yo'qda, Davud bosin bulam daryoga. Qizvali va desa, ish qilib, go'dimi chiqijma bir qirg'ada. Şunun bilan ma yomurlarni davom ettiramiz. Sizlar bir zambilan zeykenni bir gombang işte bisvetkeş tursanglar çembereklerge yollagaş mutalipchan qavlni qo'llagash. Yani yomurlarim. Men ham kelibdi qishimga mutalipchan qavla deyishdi desam, dehshat qiziqishdim bir so'z salonda demsizlar. Desam, manda oldi qaranglar, oldin qapda bizningki bir xizmatdishimiz Mehmetni bilisizlar, Mehmet. O telefonisini ishxonada unutib qolib chiqibdi ekan shu vaqtida. Oyalar telefon deganda uriverdi. Oxiri bizning ishxonadagilar katib qiz bola telefonni iliblam. Voy biz aram yeyapmiz, aramimizni buzmay ishingizni qiling, zerikmadingizmi telefon uriverib, deb telefon uzatgan. Deyda buning nari qiziq desam, qiziq edi oxirida shu bir haftadan yo'q Mehmet hozir qadar ish kelib baqmidi, olsak doktorxonada davolani yutibdi deydi. Hozir xotin ajoyib urdigan bo'lib ketdi juma, ajoyib urdigan bo'lib ketdi. Shunamish meniki bir Ablatjon deb bir inim bor-ku. Endi etrafidan, uydagilardan, malikoydan el ag'ini tonish bilish mana tor gör hamma yerdan izlab yolg'on gap faqat topolmaganda rost gap qilib soladi-ku. Shuning bilan men bir kun so'rdim. Ablatjon, ukam desam, deydi. Sen xotin haqdan qo'rqamsan desam,
ikki talla narsani ayırmasak faqat qo'rqmayman dedi. Men qanday ikki narsa desam, egiz boshliq oyoq bilan tirnoq bilan bo'lmasa qo'rqmayman xotin kishi. Şunu bilan shu bir kuni poyezdda uzun yo'l safarga ketib qolgan ikki yo'lovchi o'zaro paranglashib kelib, biri so'rabdi-da: "Qaysasiz nadan?" "Ay, men xotin Qirqashdan, sizchan nadnasiz?" "Men musho Qishqa Oqqashdan." Çağlıp, "Ay, so'rang meni. Kimning naqmi qitsay? Qirqash desam, Oqqash yapamda bu yerda." El Qashqarlik shimfidini paqirib qo'yib, "Bak ko'zanga chiqayma ya. Nima daqildim aytishma. Bak ko'rding meni, Qishqa Oqqash deb turmamda." "Ay jon, ay xap o'manglar. Endi bu urib salgan günah mende ekanlikin biz bu dadinglarni medna sanglamaydi. Oti bo'g'limizga deyli, birisi Qirqash deb qo'ysa, birisi Oqqash deb ism qo'yayotgan manatlar." Demismam shu Qashqarda Oqqash deb bor. Qashqa shahri qarashliq. Xotanda Qirqash deb bor. Shundami? Endi biror sanglar jutongdimada Sirqash, Shalanqash, Yalanqash deb jutbami yo'qmi?